Assalomualaykum hammaga. Sehdan bo'lgan jarayonda Guruntop kreativ qo'yilgan Samarqand Boson darvozamiz 3 qavatli variantda bo'lgan. Surxondaryo Denovga zakaz bu. 3 qanotli, bu yerda nalishniklari bor. Razmirlarimiz 555 ga 430 bo'lgan. Chiroyli chiqdi. Kraskadan sepamiz. Shtampovka darvozamiz. O'zimiz Namangan shahar. Cho'rtoq qo'naydi, xudo xolisa. Ikkita. Bu yerda ham Samarqand Boson darvozalari tayyor bo'lgani bor. Bittasi Surxondaryoga, orqasidagi Surxondaryoga. Bu yerda ham bo'layotgan jarayonlar. Yerdan tayyor bo'lgan darvozalarimiz bor. Samarqand Boson bu ham. Yani Shtampovka, O'cho'rtoqqa deganimni sherigi. Bitta joyga ikkita darvoza. Yani Samarqand Boson, Andijon Xonobodga. 2 qavatli variantda bo'lgan. Shpekulyovka jarayonida. Samarqand Bosonni orqa tomoni. Bu yerda high-tech darvozamiz bor, u Tojikiston zakasi. Bu yerda ham Samarqand Boson darvoza. Suvarkada jarayonlar. So'rlarimiz Toshkent Megabotga zakaz. Bu yerda ham Samarqand Boson darvozamiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarda Telegram, WhatsApplar bor. Aloqaga chiqaverasizlar. Surxondaryoning zakazlari 6 ta kalitga, bitta katta darvoza, bitta pechati bor, shtampovka, nalishni. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar.